Assalomu alaykum hammaga. Mana kanalimga, ya'ni Mazali taomnoma kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz kakaoli, qora shunaqa negr tort pishirishni o'rganamiz. Bu joylarimizga yoqadigan shunaqa yumshoqqina bo'lib chiqadigan vilkani o'zida ham bo'linishini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham yumshoq chiqadigan shunaqa shokoladli qora kakaoli tort pishirishni o'rganamiz. Bu retsept eski videolarimiz davrida ishlatib kelingan retsept bo'yicha o'rgataman. Bu mutlaqo 100% o'xshab chiqadi. Siz pechda pishirsangiz ham, gazda pishirsangiz ham har doim 100% o'xshab chiqadigan retsept hisoblanadi. İçlari umuman berish bo'lmasdan, aynan shu retsept bo'yicha qilsangiz, umuman berish bo'lmasdan chiqadi. Avvaliga bismillah deb 4 dona tuxumni idishga chaqib olamiz va yaxshilab oppoq ko'pik hosil bo'lguncha aralashtirib olamiz. Keyin ustidan 3 stakan shakar solish kerak. Agar undan kam bo'lib qolsa, bizning massamiz unaqa quyuq bo'lmaydi. Hozir videoda ko'rasizlar. Quyuq oq ko'pik bo'lganidan keyin boshqa masalliqlarni solishni boshlaymiz. Buning uchun albatta vinchik bilan yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi tuxum bilan shakarimizni. Ko'pchilik bu pirogni mikserda qilar ekan, lekin men mikserga ishonmayman, chunki mikser apparati juda ham katta bo'ladi. Tuxumlarimizni bunaqa ko'pirmasdan bittada o'tirib qolishiga olib keladi. Shuning uchun vinchikda yoki zbivalkada ham qilsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa videodagi ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi esa alohida idishda qattig'imizni tayyorlab olamiz. Shu pirogimizga 1 litr qatiq kerak bo'ladi. 1 litr qatiqimizni o'zingiz xohlagan katta idishga soling. Chunki oxirida aralashtirishga qulay bo'lishi uchun. Bu yerda bir osh qoshiq chayni soda solib ko'rsatganman, lekin telefonim ekrani o'chib qolgan ekan. Bu yerda 2 qoshiq chayni soda solganman. 2 qoshiq solinadi va uni yaxshilab aralashtirib, shunaqa ko'pik hosil bo'lgunigacha aralashtirib olamiz. Qatiqimizni yaxshilab ko'pchib olgandan keyin boyagi tuxumli massamizni ustiga solib, bir-biriga yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlayotgan massamizda qancha ko'p ko'piklarimiz bo'lsa, shunchalik ko'p ishib chiqadi pirogimiz. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi shunaqa, bu ham shunaqa ko'piklari juda ham ko'p massa hosil bo'ladi va ustiga xohishga ko'ra shidreleta, xohlasangiz boshqa margarindan foydalansangiz bo'ladi. Lekin men aynan shu videoda shidreleta margarinini eritib sovardim ustiga. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng endi navbat unga keldi. Unni yaxshilab elab olamiz. 4 stakan unni yaxshilab elakdan o'tkazib, aralashtirishdan oldin biz kakaoni ham sovaramiz. Kakaoni men shunaqa Rossiya deb yozilganini 100 gramligidan ishlatdim va buni ro'parasi yarim qismini elakdan o'tkazib oldim. Chunki yarmini solamiz faqat, qolgani kerak emas. Razrihitelli esa xuddi shunaqa pachkani 18 gramli pachkani hammasini sovaramiz. 18 gram bo'lishi kerak. Bu pirogimiz yana ham yaxshiroq ko'tarilishi va yumshoqqina bo'lib pishishiga yordam beradi. Endi xamirimizni yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Qoshiq yordamida emas, vinchik yordamida aralashtirsak, shunaqa silliq bo'lib bitida tezgina aralashtirib olinadi. Listlarimizni tagiga pergament qog'oz solib olamiz va ustidan boyagi xamirimizni ro'parasi 2 qismga bo'lib joylab olamiz listlarimizga. Listingiz obyomiga qarab ham xamiringiz bo'yi baland chiqishi yoki past chiqishi ham bog'liq bo'ladi. Misol uchun agar sizda listingiz katta bo'ladigan bo'lsa, unda biroz pastroq chiqishi mumkin xamiri balandligi. Ya'ni ko'rishimizning balandligi. Agar sizning listingiz kichkinaroq bo'lsa, unda undan ham yaxshi, undan ham balandroq chiqadi. Agar sizda qolip bo'ladigan bo'lsa, qolipda ham pishirsangiz bo'ladi. Mana listlarimizga soldik. Listlarimizda 180 gradusda yarim soatda pishib chiqadi. Endi esa kremini tayyorlab olamiz. 250 gram saryog'ga aynan shu mari molekolalardan solib, yaxshilab krem hosil qilib olamiz. Chunki nimaga bu molekoni aytyapman? Chunki aynan shu moleko ko'pirtirganingizda xuddi qaymoqli kremga o'xshab воздушный bo'lib chiqadi. Boshqa molekolada mana ko'plarda chirib tushdi va aynan shunisidan ishlatyapman men hozir. Shunda quyuqqina kremimiz tayyor bo'ladi. Yaxshilab mikser qilib olamiz. Bir xil massa bo'lguniga qadar. Tayyor bo'lganida kremimizning holati xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu arada go'shtlarimiz ham pishib chiqadi. Ularni listdan ko'chirish ham shart emas. Shunda mana pichoqni qichingiz o'zi lip etib ketib chiqadi. Ushbu go'shtlarimizni mana 2 ga bo'lib oldim. Shunda 4 qavatli bo'lib, kremlari oralari bilan bo'lib, rasam zo'r chiqadi.
Xohlasangiz pichoq yordamida, xohlasangiz ip yordamida ham qilsangiz bo'ladi, lekin men ip yordamida qilishni xohlamadim. Pichoq yordamida tekisroq chiqadi. Go'shtlarimizni orasiga qo'shish uchun shunaqa qiyom tayyorlab olamiz. Kofeli. Bu kofeli qiyomni har bitta go'shtlarimizni, xamirlarimizni orasiga qo'yib chiqib olamiz. Kofeni achchiqqina qilib damlaganingiz yaxshiroq. Shunda kofeni mazasi shundoq pirogingizdan zo'r bo'lib kelib turadi. Agar uyingizda kofe qolmagan bo'lsa, kofesiz oddiy shirin suv yoki oddiy kipitokka o'zida ham propitka qilsangiz bo'ladi. Lekin kofeda qilsangiz juda ham mazasi zo'r chiqadi. Endi esa navbat go'shtlarimizni har bitta qavatini propitka qilib olib, krem surib, ustimiz chaylab chiqib olamiz. Ustiga sepishga bo'lib qo'madingiz-ku deb so'rayotganlar uchun videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, qanaqa usulda ustini bezatganimni ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni go'shtlarni aynan ustiga qayeridan olganim, o'shandagina sizni listda pishirilgan formangiz buzilmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. Aynan mana usulimdan foydalansangiz, buning uchun videoni oxirigacha ko'rib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bundan-da foydali hamda mazali retseptlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, albatta mening sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Kanalimda bundan-da zo'r retseptlarim bor, albatta kirib ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman. Pirogimiz xuddi shu tartibda bezatib olinadi. Agar xohlasangiz ustiga shuna qirg'ichdan chiqazilgan shokoladni ham sepvorsangiz bo'ladi. Juda ham ko'rinishi chiroyli hamda mazali chiqadi. Agar sizga retseptim yoqqan bo'lsa, bittagina like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.